matkadagi matkada mioma, kista bularni sababi yo ayol o'zidan juda qattiq xafa, o'ziga juda qattiq hurmatsizlik ketayotgan bo'ladi. Yo erkak kishiga nisbatan, yo o'zini eramasda boshqa erkak kishiga nisbatan, otami, akami ahamiyati yo'q. Ishxonadagimi, qorovulmi, ko'chadagi taksichimi, avtobuschimi farqi yo'q. Juda kuchli nafrat yoki ayol kishidan xafagarchilik ketayotgan bo'ladi. Yo onasi, yo qaynonasi yoki ahamiyati yo'q qaysidir ayoldan xafagarchilik. Matkada ayol kishini hamma yaxshi, yomon, xafagarchilik energiyalari yig'iladi. Va u yo kasallikka aylanadi yoki yaxshi sog'lom bo'lishni boshlaydi matkamiz. Endi hozir sizda matka ham ko'krakka bergan. Bu degani sizda kuchliroq, lekin hal qilsa bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak emas. Buni o'zgartirsa bo'ladi. Tuzatsa bo'ladi. Xohlasangiz ham meditsinani ham qo'shsangiz bo'ladi. Meditsinasiz ham ozgina ko'proq fikrlaringiz bilan ishlab tuzatsangiz bo'ladi. Endi qarang, xo'p. Oyoq sinishi esa nima? Yo oldinga ketishni xohlamaslik, o'zi istagan joyini sinishi, bu g'azab. Juda ham kuchli bo'ladi. G'azabimiz suyakni sindirar darajada kuchli bo'ladi. U kelib o'zimizga uriladi va suyak shu sababli oyog'ingiz singani esa oldinga borishni xohlamaysiz. Kelajakni yo yaxshi tasavvur qila olmaysiz, yo kelajak qorong'u, yo kelajakda nimadir yomon narsa turibdi. O'sha uchun borishni xohlamaysiz. Qarang, endi oyoqlaringiz ma'lum vaqt yurmaydi, lekin baribir hayot etadi sizni o'sha kelajakka. Bu joyda ham o'zgartirish kerak. Endi qarang,